Sizni aniq ozishingizga yordam beradigan 5 ta muhim motivatsiya. Birinchisi, sizni aniq xafa qilsa ham aytaman, kim ko'hli, do'mbo ko'hli deb yog'laringizni orqasiga go'zalligingizni yashirib yashashni to'xtating. Bugundan boshlab o'zingizni yog'laringiz bilan sevmang. Chunki semizlik hech qachon ayollarga yarashmagan. Semizlik aziz ayollar, bu kasallik. Sog'lom inson 10 kilogramdan oshiq vaznni hech qachon yig'maydi. Ikkinchisi esa ozishni ertaga qoldirmang. Gaplaringiz, o'tirishlaringizni suring orqaga, bugunoq boshlang, chunki dangasani ertasi ko'p. Har oy 1 kilodan semirsangiz ham 1 yilda 12 kilogramga yana semirasiz. Uchinchisi esa semirishingizda hamma atrofingizdagilarni, stress bergan odamlarni ayblayvermang. Qaynona, qaynotangiz, oila a'zolaringizni sizni semirishingizga umuman aybi yo'q. Va albatta, ketma-ket tug'ruqlaringizni semirishga sabab qilib olmang. Chunki 5 ta 6 ta tug'ib ham ideal vaznni ushlab turgan ayollar atrofimizda qancha? Yoki stressda yashaydigan, qaynonasi bilan ham stressda yashab ham ideal vaznni ushlab yurgan ayollar atrofimizda ko'p-ku. To'rtinchisi esa ozishni boshlaganingizni bekitmang. Hammaga ayting, oila a'zolaringiz, turmush o'rtog'ingiz, do'stlaringizga ham ayting. Chunki hammani e'tiborida bo'lsangiz, siz o'zingizni yana ham energiyali, kuchli his qilasiz va dietani buzib qo'ymaysiz. Beshinchisi esa, bilasizmi, hoziroq o'zingizga kichkina kelib qolgan kiyimingizni kiying, oynaga qarab o'zingizni rasmga oling va albatta tarozga chiqib, tarozni ham rasmga oling. 1 oydan keyin xuddi mana shu kiyimda yana rasmga tushing. Bu o'zingiz uchun juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Ishoning, hattoki men o'zim ham 130 kilogramga chiqib ketganimda xuddi shunaqa qilib o'zimga o'zim motivatsiya berardim. Shu rasmlarimdan energiya olardim. Hozirgi kunda esa 18 mingga ziyod ayollarga shunaqa motivatsiya, energiya berib ozdiryapman. Bu motivatsiyadan keyin natijani kommentariyaga albatta yozishni unutmang. Ha, aytgandek, menda ozgan motivatsiyalarimni eshitgan qatnashchilarim, sizlar ham kommentariyaga necha kilo menda ozganinglarni yozib qoldiringlar.